Salom do'stlar, sizlar bilan bu men Abdurahmon. YouTube kanalida ko'rishganimdan xursandman. Bugungi videomizda Michael Olsenni full qilamiz. Varta bola to'g'ri ketgan, to'rtta varta bor. Xo'p, mana bu Michael Olsenni kuchaytirganim o'zim. Video yozilmagan, ammo boshladik. Bismillah deb. Wow. 90 bo'lmoqda tezligi juda ham yaxshi. Xo'p, suratini chiqarsa bo'ladi. Xo'p, iloji boricha tangalarni ishlatmas harakat qilamiz. Xo'p, bugun 2 mikta olmos. 90 bo'lmoqda tezlanish yaxshi bu. Juda ham yaxshi. Bitta yetmadi. Yarim kuchaytiramiz. Yaxshi. Strengthga tushmayapti, yaxshi bu degani. Olmoslarimizni ayamaymiz. Wow, dor kuchayapti. 92 bo'ldi. Voy, nima bu kuchash anu 73 ga tushmayapti. Yaxshi bu. Strga aytdim, zo'r kuchayat oliysi. 89 olibdi hozirchalik. Olmasam kam qolmoqda. Yana 2-3 kuchaytira olamiz. Omadli kuchaytirish, uchun to'xtash qilmaydi bunaqa kuchaytirishlardan. Aytdim-ku, nega aytdim? Gapirmaslik kerak edi. Jim turganda, omad ketdi menda. Ana tezlik 92 bo'lmoqda. Xo'p, olmosimiz bitta ketar ekan. Va yana bitta narsa 89 holati. Hop, olmosimiz tugadi. Hozir yangilanishga sizlarga olyapman. Mana soatlarni qo'shishim mumkin. Hop. Transfer. O'ynashda nima gaplar? Legendariga mos qo'yamiz. Foden. Olsammikin. Yo'q, Foden kerakmas. Akkauntimni o'yin tushunmayman. Men yozib kerakmas. Oddiy o'yinchilardan mana buni olamiz. Arzon narxdagi o'yinchilarni olishimiz kerak. Pullarni sotamayman. Bitta kuchaytiramiz, keyin olishni to'xtatamiz. Qur'on kuchaytiramiz va olmos yig'ilgandan so'ng wow, bonus kuchaytirgich 91-92 bo'ldi. Endi mana bu qur'on kuchaytiramiz. Qaysi biri yaxshi deb o'ylaysiz? Menga Batisuta, tezlik, pas, chidamlilik. Tezlik 89 bo'lishi kerak. Nazarimda. Aytdim-ku. Daraja ham yaxshi kuchayishlar. Hop. Hammasida bonus olamiz. Hop. Mana bu Dream Draftni yutib videoni qo'yaman, olisini kuchaytiramiz. Mana bu taqam. Butlarni bizdan. Netangam shaklinga nega kuniga pas jonga. Mana stadion tangam ketdi. Ketsin, omadimiz ketmadi. Obro'y ketmasin. Maqol eshilib ketdi. Pul ketsin, obro'y ketmasin. Degani bizda boshqacharoq. Tanga ketsin, obro'y ketmasin. Sotamiz. Sotamiz. 1100 olmos ketdi. Ketdi. Birinchi kuchaytirib. Bo'lmadi. Bu 70. Janashi. Video boshqa omadimiz keladi. Yana omadimiz keladi. Hop, bugungi videomiz qayerdadir
ya'ni video ochib turman, keyin o'zim video qo'yganman va unda kuchaytirgichlar bo'ladi. Bu birinchi qism. Videomiz tugadi.